hosilaning funksiya grafini yasashda qo'llanilishi mavzusini o'tamiz. Xo'p, murakkab funksiya berilgan bizga, kubik funksiya. Endi bundan kattaroq darajali funksiya, 4-daraja, 7-darajali funksiya berilishi mumkin. Buning grafiki qanaqa? Ya'ni akslantiradi. Bunda hosila juda ham katta bizga yordam beradi. Agar mana shunaqa yuqori darajali tenglamalarni, grafiklarni x, y lar son berib qilsak, biza bir 7 ta, 8 ta kerak bo'lsa 10 ta ham nuqta kamlik qilishi mumkin. O'sha uchun bizga hosila juda ham kuchli va tez aniqlikda yordam beradi. Endi birinchi o'rinda bizada x, ya'ni mana bu x o'qi, bu absissa o'qi deyiladi, y ordinat o'qlar deyiladi. Va shu x va y o'qlarni kesish nuqtalarini topish bizga yana ham qulaylik bildiradi. X teng 0 qilsak, ko'rib turibdi, y teng 0 bo'ladi. Ya'ni 0 0 nuqtadan kesib o'tar ekan. Bo'ldi, shu kerak. Endi hosilaga o'tamiz. Hosila olamiz bir marta. Y hosila barobar. Hop, x kubdan hosil olsak 3x kvadrat. Hop, bundan hosil olsak 12x va qo'shilgan 9 bo'ladi. Har biridan bittadan hosila olib chiqyapman. Va natijada bu hosilani teng 0 qilib ishlayman. 3x kvadrat plus 12x qo'shilgan 9 teng 0. Endi 3 ga bo'lib yuborsam, katta sonlar kerak emas menga. X kvadrat qo'shilgan 12 ni 3 ga bo'lsak 4 bo'ladi. 4x qo'shilgan 3 teng 0. Endi v teoremasdan ilizlar yig'indisi -4, ko'paytmasi 3. Bu qanaqa sonlar? Albatta -1 hamda x2 -3. Xo'p, ana endi -1 ni keltirib qo'yaman va -3 ni keltirib qo'yaman. Y -1 ni keltirib qo'ysam, natijada nima bo'ladi? -1 va -6 emas, +6 bo'ladi. Va -9. Va natija nimaga teng bo'ladi? -4 ga teng bo'ladi. Y -3 bersam nima bo'ladi? Hop, -27. Hop, 9 kare 6 54 +54 va -3 ni keltirib qo'ysam -27. 27 ga 27 ni qo'ysam -54 bo'ladi. -54 bilan 54 0 bo'ladi. Ya'ni y -3 qiymati 0 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni -3 qiymati aynan shu nuqtaga teng bo'lar ekan. -1 qo'ysam -4 dek qiymatga teng bo'lar ekan. Mana x nuqtalarini topib oldik va grafik chizishni boshlaymiz. Endi qaranglar, mana bu -1 dan bu yog'i o'ng tarafga funksiya o'suvchi bo'ladi. Uni ko'rib turganimizda katta sonlar berib qo'yaversak, bu funksiya o'sib ketadi. Ya'ni bu 0 nuqtadan o'tishini ham inobatga olamiz. Ketadi. Hech qanday qayrilish yoki tushishlar bo'lmaydi. Agar qayrilish yoki tushish bo'lganda edi, mana hosila yana ham x lar chiqqan bo'lardi. Demak, mana bu -1 dan o'ng tarafga har doim funksiya plus cheksizgacha doim o'sadi. Va mana shuning uchun ham kerak edi hosila. Xo'p, endi shu joyni o'zida, ya'ni bu minimum nuqtasidan nima o'sib boradi bu yoqqa, ya'ni bu kamayish nuqtasi bo'ladi. Bu yerda o'sadi, bu yoq kamayadi. Demak, kamayish nuqtasi shu nuqtadan o'tadi-da va mana bu -3 absissa, ya'ni x ning -3 qiymatidan nima qiladi? Bu yerda o'sishni boshlaydi. Ya'ni o'sib boryapti, kamayapti va o'sib boryapti. Grafik xuddi shu tartibda bo'lar ekan. Ya'ni yana bir marta aytaman, -3 dan bu yoqqa hech qanday qayrilishlar bo'lmaydi. Agar qayrilishlar bo'lganda, ozgina qayrilishlar bo'lganda, mana bu hosilada ko'ringan bo'lardi. Ikkita joyga qayrilar ekan, -3 hamda -1. Grafik xuddi shunaqa tartibda bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Hosila qanaqa darajada bizga yordam beryapti grafikini yasashda. Undan qiyinlar ham sinus, kosinuslar yig'indisi yoki murakkab darajali funksiyalarda, ln x, logaritmlarda juda ham asqotadi grafiklarni yasashda.